O'zbekistondan Rossiya yoki Qozog'istonga yo'l olmoqdamisiz? Unda yo'lingiz ustida Dom metan gaz. Qozog'istondagi birinchi ko'p funksiyali yo'l bo'yi majmuasi metan zapravkasi bilan biz G'arbiy Yevropa, G'arbiy Xitoy xalqaro transport yo'lagi ustida M32 Samara-Shimkent avtomagistralida joylashganmiz. Toshkent-Moskva, Toshkent-Samara va Toshkent-Orenburg yo'nalishlarini birlashtiramiz. Dom metan gaz, metanda ishlaydigan yuk mashinalari, reysli avtobuslar va avtomobillar uchun ideal yechim. Biz yuk tashish orqali daromad qiladiganlar uchun yaratilganmiz. Asosiy ustunlik vaqt va masofaning real tejalishi. Masalan, raqamlarda eski yo'nalish Toshkent-Moskva taxminan 4000 km edi. Hozir esa 3410 km. Borib kelishda 1000 kilometrdan ortiq va taxminan 350 kub metr gaz tejash mumkin. Miqyosni tasavvur qiling. Agar sizda 10 ta yuk mashinasidan iborat avtopark bo'lsa, bir aylana reysda tejalish taxminan 12 million 900 ming so'm oyiga. 2 reys 25 million 800 ming so'm. 9 oyda 225 million 500 ming so'm. Bu yangi yuk mashinasi narxining qariyb 20%. Yangi avtomagistral sifatli yo'l qoplamasi hisobiga bir reysda 2 kun vaqt tejaydi. Kamroq kilometr, kamroq yoqilg'i, kamroq texnik xarajat va haydovchi yo'l xarajatlari. Har bir reysdan ko'proq foyda. Metan dizelga qaraganda ancha iqtisodiy. Toshkent-Moskva borib kelish 7850 km misolida. Dizel 2750 litr, 22 million so'm. Metan 2750 kub metr, 10 million so'm. Foyda bir aylana reysda qariyb 12 million so'm. Yana miqyosda 10 ta yuk mashinasi bo'lgan avtopark uchun bir aylana reysda tejalish 121 million 605 ming so'm. Oyiga 2 reys 243 million 210 ming so'm. 9 oyda 2 million 188 million 900 ming so'm. Bu esa 2 ta metan yuk mashinasi narxiga teng. Dom metan gaz. Bu shunchaki zapravka emas. Bu yo'l davomida qulaylik uchun yaratilgan to'liq yo'l bo'yi majmuasi. Biz yo'nalish bo'yicha Shiyeli, Aral va Xromtau shaharlari hududida joylashganmiz. Hududda quyidagilar mavjud bo'ladi: metan zapravkasi va elektrokarlar uchun zaryadlash stansiyalari, zamonaviy katta market, mahalliy taomlar, albatta palov osh bilan restoran, hojatxona va dush xonalari, yuk va yengil avtomobillar uchun keng, qo'riqlanadigan to'xtash joylari, shinamontaj va servis zonasi, dam olish uchun mehmonxona. Bu yerda har bir detal o'ylangan. Haydovchi dam olishi, kuch yig'ishi va yo'lini qulay sharoitda davom ettirishi uchun. Dom metan gaz yo'l servisining yangi standarti. Ekologik, qulay, foydali.